Aziz teletomoshabinlar, bugun 17-oktyabr. Siz O'zbekiston telekanalida Assalom O'zbekiston dasturini tomosha qilyapsiz. Xuddi shunday azizlar, ayni chog'da esa hamkasbimiz Umida Umarova tayyorlab kelgan reportajni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Ushbu reportaj O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutidan tayyorlangan. Marhamat, tomosha qilamiz. Zamonaviy estrada kliplarini ko'rganimizda oddiy tomoshabin sifatida yaxshi yoki yomon deb baho beramiz. Bugun O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida o'tkazilgan ilmiy-amaliy anjumanda zamonaviy estrada asarlariga badiiy, ta'limiy va ma'naviy jihatdan baho berildi. Mana bugun Muhabbat tarafından mana shu anjumanda chiroyli bir klipni eslatdilar. Akajon degan klipni. Mana bu yerda Afruza qo'shiqchi xonanda qizimiz va shu bilan birgalikda Adiz Rajabov. Xonasi kelganda aytish kerak, Adiz Rajabov bizni institutimizning talabasi, shaxsan menda professor Arsen Ismoilov kursida o'qigan. Mana shu klipni masalan maqtadilar. Ma'qul dedilar. Har qanday hikoya bo'ladimi, roman bo'ladimi, albatta g'oya bilan nimaga intilyapti ijodkorlar, rejissyor, yozuvchi va hokazolar. Hammasi g'oyaga, nurga, yaxshilikka intilish kerak. Ana shu narsa yoritilish kerak, g'oya yoritilishi kerak. Konferensiyada zamonaviy estrada san'atining deyarli barcha jabhalari qamrab olinib, yoshlar ta'limidagi bir qator kamchiliklar ham aytib o'tildi. Xususan, talabalarning kitobxonlik madaniyatini oshirish, o'rta ta'lim bosqichlarida amaliy fanlarni ko'paytirish masalalari ko'rib chiqildi. Ommaviy tadbirlarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan bir qatorda sun'iy intellekt va inson omili tomonidan yaratilayotgan ijod namunalarining o'ziga xos nozik farqlari haqida ham gapirib o'tildi. Men o'ylaymanki, sun'iy intellektni inkor qilib bo'lmaydi. Bu juda kerak. Lekin sun'iy intellekt sun'iyligicha qoladi-da baribir. Insonlar tomonidan olingan kliplar qalb masalasini hal qilish kerak, qalb bo'lish kerak, unda yurak bo'lish kerak. Anjuman yakunida konferensiya ishtirokchilari faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanib, bir qator amaliy ishlarni olib borish bo'yicha rezolyutsiya imzolandi.